Bu omega 3 haqiqiymi yoki haqiqiy emasmi? Sinab ko'ramiz. Kecha Instagramga kirsam, hamma omega 3 ni eksperiment qilyapti, sinab ko'ryapti, har xil yo'llarini ko'rdim va omega 3 nima uchun ichish kerakligini nimagadir kecha Instagramda menda faqat omega 3 haqida informatsiya chiqdi. Va men ham o'zim ichayotgan omega 3 ni sinab ko'rishga qaror qildim va men Herbalife kompaniyasining omega 3 Herbalife Lime Max ni iste'mol qilaman. Bu O'zbekistonga yangi kirib kelgan mahsulot. Endi birinchi eksperiment shunaqa o'zingiz ichayotgan omega 3 ni poken ustiga qo'yarkansiz va omega 3 agar ximikat bo'lsa yoki haqiqiy bo'lmasa shunaqa pokenni yemirib borish kerak ekan. Men 10 minut kutdim, 20 minut kutdim va 2 soat kutganimdagi holat. Ikkinchi eksperimentim esa omega 3 ni shunaqa morzilkaga qo'yib muzlatarkansiz. Agar omega 3 yaxshi bo'lmasa, haqiqiy bo'lmasa, u qotib ichidan gelga o'xshagan narsa chiqarar ekan. Amandagi bo'lsa 6 soatlik muzlatilgan holatda ham omega 3 ga hech narsa qilmadi. Men o'zim uchun xulosa chiqardim. Xulosasini kommentariyga yozib keting. Herbalife qimmat degan gap so'zni men juda ko'p eshitaman. O'zi siz organizmingizni nechta pul turadi? Inson o'zi nechta pul turadi? Qimmatmi yoki arzonmi inson? Nima deb o'ylaysiz? Sog'liq o'zi nechta pul turadi? Siz organizmingizni nechta pulga baholagan bo'lasiz? Aytingchi. Siz yegan nojo'ya, noto'g'ri ovqatlanishlar u nechta pul? Sog'lig'ingizga qanchalik zararli? Siz uni biron marta o'tirib olib hisoblaganmiz. Men har doim o'zimning mijozlarimga aytaman, keling ertalabdan kechgacha nima yeysiz, shuni hisoblab chiqamiz desam, bilasizlarmi? Umuman hayron qolishadi. Shu kun davomida nima yeyotganini hisoblab bersam, pulini hisoblab bersam va uni tarkibini hisoblab bersam, hayron qolishadi. Men buni hech qachon hisoblamagan ekanman deyishadi. Sizchi siz hisoblaganmisiz kun davomida nechta pulingiz ketdi noto'g'ri ovqatlanish? Tanamiz uchun juda muhim bo'lgan omega 3 yog' kislotalari organizmda ishlab chiqarilmaydi. Ularni manbai bo'lgan yog'li dengiz baliqlari, o'simlik moylari, yong'oqlardan olishimiz mumkin va biologik aktiv qo'shimchalardan foydalanishimiz mumkin. Herbalife Lime Max tarkibidagi omega 3 baliq jigaridan emas, balki butun baliq tanasidan tayyorlanadi. Tanaga kerakli va xavfsiz bo'lgan tozalangan baliq yog'i ishlatiladi. Uning tarkibida 600 mg ga yaqin omega 3 yog' kislotasi bor. Tabiiy simgan va yolpiz moylari esa unga yoqimli maza beradi.